Xitoy Elon Muskni Starlinklarini ishdan chiqara oladigan qurol yaratdi. South China Morning Post'ning axborotiga ko'ra, Xitoy dunyoda birinchi bo'lib juda kuchli mikroto'lqinli qurol ixtiro qildi. Bu qurol Pentagonga ishlaydigan barcha Starlinklarni barchasini uzog'i bilan 60 soniya, ya'ni 1 daqiqa ichida ishdan chiqarish imkoniyatiga ega. South China Morning Post xabariga ko'ra, Pekinni Tayvan muammosi tufayli ushbu qurolga ehtiyoji juda baland edi va olimlar bu ehtiyojni hisobga olgan holda uni to'liq qanotlantiradigan qurol ixtiro qildi. Eslatib o'tamiz, Xitoy markaziy televideniyasiga 4-fevral kuni kechki vaqt Donald Tramp telefon orqali muloqotda Si Szinpinga Tayvanga qurol yetkazib berishni shaxsan o'z nazoratiga olishini va uning prezidentlik davrida Tayvanni Xitoydan ajralib chiqishiga harakat qilmasligini va'da bergan. Keyin esa Si Szinpin AQShni Tayvanga qurol yetkazib berishini zudlik bilan to'xtatishini talab qilgan va Pekinni o'z hududi bo'lmish Tayvandan hech qachon voz kechmasligini aytgan. Shu va shunga o'xshagan yangiliklardan bexabar qolmasligingiz uchun Kunnigoh kanaliga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.